Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mehr ko'rsatuvini yana sizning e'tiboringizga taqdim etmoqdamiz. Azizlar, biz farzandlarni dunyoga keltirgan, qalb qo'rini, ko'z nurini, bor hayotini baxshida etgan aziz va munis muhtarama ayollarimiz, ya'ni onajonlarimizga har qancha hurmat va ehtirom ko'rsatsak arziyveradi. Onajonlarimiz o'z hayotlarini xavf ostiga qo'yib biz farzandlarni dunyoga keltiradilar. Bizni tarbiyalab voyaga yetkazadilar. Nafaqat bizni, bizning farzandlarimizga ham necha yoshga kirsalarda baribir onalik mehrini ulashib kelaveradilar. Ana shunday mehri daryo munis onajonlarimizni tug'ilgan kunlar bilan tabriklashda davom etamiz. Bugun biz Matlubaxon ayani barcha farzandlari, nabiralari, yaqinlari nomidan chiroyli niyatlar bilan muborakbod etamiz. Biz farzandlarga hamisha mehr ulashayotgan xonadonlarimizni quyoshi bo'lgan onajonlarimiz, bu Matlubaxon aya singari onajonlarimiz bugun tug'ilgan kunlari nishonlanar ekan. Barcha yaxshi va samimiy tilaklarni bildiramiz. Onaxonimizni farzandlari nomidan o'z farzandlaridek qabul qilgan kelinlari Gulsanam alohida chiroyli tilaklar bilan muborakbod etyaptilar. Biz qiz farzandlar palaxmon toshi bo'lib o'zga xonadonga borganimizda albatta bizga onalik mehrini ulashgan qaynona onajonlarimiz har qancha hurmat va ehtiromga loyiqdirlar. Bugun Gulsanamga o'z farzandlaridek mehr ko'rsatib, Gulsanamni farzandlarini ham tarbiyalab voyaga yetkazib berayotgan Matlubaxon ayamizni Gulsanam nomlaridan, ya'ni kelinlari nomidan chiroyli niyatlar, samimiy istaklar bilan muborakbod etamiz. Onaxon o'zlari hali zamon keladilar. Mana shunday chiroyli syurprizni onaxon Gulsanam nomlaridan qabul qiladilar. Firdavs uchir bo'ldi.
Assalomu alaykum. Ayajon yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? O'zingiz yaxshimi? Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Hamma oila a'zolaringiz, farzandlar, nabiralar, yaqinlaringiz nomlaridan yaxshi niyatlar bilan tabriklaymiz. O'ting, aya. Qoch nima? Aya yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Mana bugun tug'ilgan kuningiz. Farzandlar sizga alohida syurprizlar qilishyapti. Mehridaryo volidamizga eng yaxshi niyatlarimizni aytamiz. Sababi biza farzandlarni dunyoga keltirganlar, voyaga yetkazganlar, bizani farzandlarimizni ham voyaga yetkazib beryaptilar. Buning uchun alohida rahmatlarimizni aytasiz deyishgan edi. Farzandlarni syurprizi yoqdimi, aya? Kutdingizmi? Yo'q, bilada kutgan yo'q. Kimdan deb kutyapsiz? Kim qildi? Syurprizni kim tashkil qildi deb o'ylayapsiz, aya? Shu o'g'lim, kelinim, ikkita qizim tashkil qilgandi. Senilari mana Xudoga shukr, xudomlar. Rahmat. Shunda farzand katta qilganimga rahmat. Sog' bo'ling, aya. Tug'ilgan kuningiz boshlanishidan bir hafta oldindan Gulsanam menga telefon qiladilar. Vajonimni tug'ilgan kunlari bilan unday tabriklaymiz, bunday tabriklaymiz deb bir haftadan beri menga bog'lanadilar. Farruxjon nomlaridan, Gulsanam, ikkita qizingizlar nomlaridan, kuyovlaringiz, shirin shakar nabiralar, qudalaringiz, hamma yaqinlaringiz nomlaridan alohida tabriklayman. Farruxjon, Gulsanam juda ham chiroyli niyatlarni bildirishgan. Xonadonimizni Saramjon Sarishta bekasi Mehridaryo volidamizni borliklariga hamisha shukr qilamiz. Ba'zida aytib olamiz, jur'atimiz yetib, ba'zida ayta olmaymiz. O'shanday xokisor, beozor ayolni farzandlari bo'lganimizdan hamisha faxrlanamiz. Allohim umrlarini, uzun rizqlarini ulug' qilsin. Ilohim bizani farzandlarimizni ham to'ylarida bosh qosh bo'lib yursinlar. Juda ham yaxshi ko'ramiz. O'z farzandlaridek qabul qilganlar meni. Ba'zida yaxshi ko'rishimni ayta olmayman, chunki jur'atim yetmaydi deb Gulsanam alohida tabrik yo'llaganlar. Mehridaryo volidamiz bizani farzandlarimizni injiqligini, sho'xligini ko'tarib tarbiyalab voyaga yetkazib beryapti. Buning uchun alohida niyatimni yetkazasiz deganlar. Ilohim sog' bo'ling, dunyo turguncha turing. Hamma yaxshi niyatlarni bildiramiz. Qizingiz, ikkita qizingiz Farruxjon, Gulsanam nomlaridan alohida tabriklayman. Hamisha sog' bo'ling, farzandlarga yaxshi niyatlaringiz, aya. Rahmat shunchalik qilishganga, ilohimgina orqamda qolsin. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Tilagim shu, qo'sha qarisin hammalari. Sizni qayerlarda ushlab turishdi, syurprizlar qilamiz deb. Jamlikida ushlab turishdi. Onamiz onamlarning o'rnlariga onamni jamlab ushlab turdi. Ota-onalardan keyin jigarlar tamom bir-biriga suyanib qoladi. Nima deb aldab turibsiz sizni endi? Yutqazib kelish uchun uyingizga. Ichingiz shoshdimi? Ha, shoshdi. Ilohim sog' bo'ling, hamma yaxshi niyatlarni bildiramiz. Nabiralar necha kishi, aya? Nabiralarim 8 ta. Hammasi bo'ladi. Hammasi bo'lib 8 ta qizim bor. Nabiralar sho'xmasmi, qiynashmaydimi? Yo'q, Xudoga shukr, hammasi tarbiyasi yaxshi. Katta qolishgan. Katta qolishdi. Hammalari yaxshi. Uylarida bosh qosh bo'lib yuring, hamma yaxshi niyatlarni bildiramiz. Bittagina keliningiz borlar. Gulsanam juda ham onalari yaxshi tarbiya qilganlar, o'zim guvoh bo'lganman. Juda ham chiroyli niyatlarni bildirganlar Gulsanam sizga. To'g'risi yig'lab yaxshi niyatlarni aytganlar menga. Shuning uchun Gulsanam nomlaridan hali o'zlaridan yana suhbatlarni olamiz, yaxshi niyatlarini tabriklayman. Gulsanamni kim sizga topib bergan kelin qilishingizda? Dedamlar. Kimni yordami bilan topgansiz Gulsanamni kelin qilishingizda? Rahmatli dadamlarning yordamlari bilan dadalari rahmatli Kubordi keldi qilganlar, Majopochi. O'shanda bittagina kelin o'lasan, o'sha yaxshi, o'shani qilgin deb o'shani qilganlar-da. Endi xizmatlaringizni qilyapsiz. Xudoga shukr. Rahmat, shunchalik nima qilganlariga, qizim o'rniga qizim. Mana qattiq gapirsam ham tushunadi. Muloyim gapirsam ham o'zimni qizimda ikkita qanday holatda sizni tushunadilar. Tushunadilar. Mana ikkita mas qizim, 3 ta qizim deganman boshdan bosh bilaga. Xudoga shukr. Kelinim emas, qizim bo'ladi. Kelinlar qizni o'rnini bosarkanmi? Harakat qildi menga bosishga. Xizmatlaringizni xizmatim qilib. Har qanday kuningizda yoningizda Xudoga shukr. Baribir bitta kelinda endi, qancha yaxshi ko'rasizda. Aytaman, o'zimni qizimdak hamma qiyinchiliklarimga chidaydilar. Xudoga shukr. Qizim o'rniga qizimda endi 3 ta qizim.
Sog' bo'lishsin, hammalarini rohatini ko'ring. Bular bichangizlar. Bular bichamni. Siz yaxshimi aya? Rahmat. Va alaykum assalom. O'zingiz yaxshimi? Nima deb aldab turdingiz onaxoning uyingizda? Aldab turdim-da, endi bir ilojini qilibdi. Telefonlar bilan bog'lanib. Bog'lanib, o'zingizni kasalga soling. Nima qilsangiz ham qanday qilib videonim ushlab turing deydi. 2 kundan beri miyam oqshoq qildi buki. Kasal bo'lib yotib oling deydi. Bo'lmasa sizni yaxshi ko'radi. Gulsanam de kasal bo'lib yotib oling deydi. Tashxis qilish qiyinroq. Ha, o'shanga mayto kasal bo'lmasa iblayman, xavotir bo'lmagan deb. Endi olib kelib uyimga inovatlarni qilib qo'ydim, ukamga kiygizib, yo'lga solib olib keldim-da, endi shunday qiladi. Singlim uchun biza bildirib qo'ymadingizmi? hech nima. Bu aytdi, televideniya aytganmisizlar? Men bilmayman dedim. Menga ushlab turishgan dedim. Men xabarim yo'q dedim. Ha, indamadi. Xudoga shukr, singlim bir-birimizni tushunamiz. Men aytdim, singlimiz yonida deb, bu kichkina singlimga ham aytdimki, keyin singlimizni bugun tug'ilgan. Nechta opa-singilsizlar? 5 ta. Qolganlar qani? Qolganlarni aytmadik. O'zlaringiz. Odam ko'payib ketadi, odam nima qiladi? Shunga aytaman, eng kattasi, eng kenjasi. Vakila. Vakil. Sog' Bo'ladi. niyatlaringiz. Men bu singlimga shunday tilaymanki, hamisha mana shunday bahorda ochilib yursin. Pensiya yoshiga yetgan bo, yetmagan bo. Pensiya yoshiga yetdi. Iloyim uni 100 bahorni ham ko'rib, mana shunday yurishini xohlayman. Nima niyati bo'lsa, niyatginasiga yetsin, orqamizda qolib, bosh qosh bo'laversin hammaga. Tilagim shu menga. Sog' bo'ling sizlar. Iloyim. Yaxshi niyatlarga yetib yuring. Iloyim, rahmat. Tabriklayman opajon. Ilohim 100 yoshlarga kiring. Nima niyatingiz bo'lsa, niyatlaringizga yeting. Rahmat, sizlar sog' bo'ling. Ilohim opajon umrlarni ham sizga bersin. Shu nevaralarni ilohim suyukli bujonisi bo'lib yurish sizga nasib qilsin. Rahmat, sizlar sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Sizni kelishingizni nabiralar mana shunday bir xilda kirib chiqishdi darvozaga, tashqariga, ko'chaga. Sizni kelishingizni bir intizorlik bilan kutishdi-da. Bular qudangiz, ha? Aya yaxshimisiz? Ha, rahmat. Yaxshi niyatlaringiz. Mana bugun xudomni 68 yoshlarini nishonlayapmiz. Mana farzandlarim 58 yoshlarini nishonlayapmiz. Men xudomni shu bugungi tug'ilgan kunlari bilan avvalo tabriklayman. Iloyim 100 yoshlarga kirsin, yuzlardan ham o'tsinlar. Mana shu farzandlarimni hammasini baxti kamolini ko'rib, shularni mehrida bo'lib yursinlar. Mana bugungi kechani tashkil qilgan Farruxjonga ham, Gulsanamga ham rahmat. Mana har doim onalarni shunday qadrlasin. Iloyim xudomi ham haj safarlariga yetkazsin. Iloyim yaxshi kunlarni ko'rib, yaxshi to'ylarni, farzand nevaralarni hammasini to'ylarda hamisha bosh qosh bo'lishlarini xohlayman. Iloyim umrlari uzoq, hamisha sog' salomat bo'lib yursinlar farzandlarimiz baxtiga. Mana qizlarimizni, mana qizimni ham o'z qizlaridek ko'rganlar, mana biromatda mana shuncha yil yashashgan bo'lsa, bular ahil, inoq, juda ham yaxshi yashashadi. Bularga hamma oilalariga hamma havas qiladi. Iloyim bundan keyin ham mana shuni chiroyli yashash bardavom bo'lsin. Sog'lik, salomatlikda hammamiz yaxshi kunlarni ko'rib yuraylik. Iloyim umringiz uzoq bo'lsin, hamisha yaxshi kunlarni ko'rib yuring iloyim. Ayamni hamma qizlari o'zim ko'rib guvoh bo'laman-da. Rossiya mehnatkash. Faqat mehnatni ichida o'stirganlar hamma qizlarini, men Gulsanamni ko'rmaganman yoshligini. Qolgan qizlarni hammasini Gulsanam ham rosa mehnatkash bo'lsalar kerak, sababi to'xtamaydi. Uyga borsa ham ko'raman-da, ko'pincha mehnatkashlar. Xudolar qo'limiz sog' bo'lsin. Xudom o'zlari ham mehnatkash. Mana shuncha farzandlarni mana Xudom rahmatli bo'lib o'tib ketdilar, Sanboy Xudom mana shularning o'rniga mana farzandlarni hammasini o'zlari mehnat qilib, shularni hammasini o'ylab, joylab qilib, mana shunchalik darajaga yetkazdilar. Xudomga juda katta rahmat. Mana shunchalik hamma farzandlarni hamisha yonida tirgakli, hali ham mana mehnat qilyaptilar. Iloyim shu mehnat qilishdan charchamasin, ko'rishdan, oyoqlari yurishdan, qo'llari pul sanashdan to'xtamasligini xohlaymiz. Iloyim sog' bo'lib, hamisha sog' bo'lib yursinlar. Gulsanam, Farruxjon, ikkita qizingiz alohida ta'kidlashdi boya kelganimizda. Onajonimiz bizga nafaqat onalik ham otalik mehrini ham ulashib kelyaptilar. Har qanday kunimizda yonimizda, har qanday kamimizga ko'ndalik ham bo'lib keladilar. Shuning uchun ham otalik ham onalik mehrini ulashib, charchamaydigan onajonimizga alohida rahmatimizni ayting. Xudo xohlasa bizga farzandlar niyatlarimiz juda ham katta. Onajonimizni payg'ambar yoshlarida haj yo umra safariga jo'natamiz deyishgan. Ilohim hojat ona bo'ling.
Hojiona bo'lganingizda ham kelib tabriklaylik ilohim. Ilohim. Farzandlarini hammasini baxti kamolini ko'rib, mana shu onasiga, ukalariga, singillariga hamisha bosh qosh bo'lib yursin. Ilohim hamisha sog'lik, salomatlikda bo'lsin hammalari. Baxtli yashashsin, qo'sha qarsin hammalari. Siz ham sog' bo'ling. Rahmat. Sizlarga ham rahmat, shuncha bizlarni shuncha mana shunday tashkil qilib, bizlarni mahmud qilib qilganlaringga sizlarga ham kattakon rahmat, ishlaringga rivoj, baraka tilaymiz. Sog' bo'ling siz ham. Rahmat. Nevaralarni Kunlaringiz rahmatini sog' bo'lsin. Xudo birgalashib ko'rib. Ilohim, rahmat, ilohim. Sog' bo'ling. Men onajonim tug'ilgan kunlar bilan tabriklayman. Dunyosini ko'pini ko'rsin. Dadajonim qolgan umrlarni Xursandchilik yoshlari. Xursandchilik. yoshlari. Hamisha sizlarga bosh qosh bo'lib Bujon, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ilohim yuzlarga kiring. Mana kunlarni ko'pini ko'ring. Hammamizni baxtimizga sog' salomat bo'ling. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Xo'jayinimni, meni, qizlarni, hamma nevaralaringiz baxtiga ilohim sog' salomat bo'lib, mana ko'p nimalarni ko'ravering, yuzlarga kiravering ilohim bujon, sog' bo'ling. sog' bo'linglar. Xizmatlarni qilib charchamayapsiz. Tashkil qilib, yilib yugurib, va sog' bo'ling, hamisha yoningizda. Rahmat. Onangiz va Xudo xohlasa. farzandlaringizni rohatini ko'rsin. Ilohim. Sog' bo'lingsiz. Va jonimni tug'ilgan kunlari bilan chin dildan tabriklayman. Bu nimalarni ko'pini ko'rib yursinlar. Dadajonimni umrini ham va jonimga qo'shib bergan bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz bilan Men bugun otajonimni tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Bizlarni baxtimizni ko'rib yursinlar. Men otamni juda yaxshi ko'raman. Ilohim 100 yoshlarga kirib yursinlar. Tabriklayman. Yaxshi ko'raman aka. Tabriklamasdan yig'layapmizmi? Hayajonlar bosilib, yig'ilib, arisa, a? Dilbek gapirasanmi? Otajon tabriklayman. 100 yoshlarga kiring. Dilbek kimni o'g'li? Ocham. Gulsanam. O'g'limi? Gulsanamni qizi bormi? Ha. Bular Mahliyolarning qizi, a? Qizlar nimaga yig'layapsizlar? Ocham juda yaxshi ko'raman. Men shuni Yaxshi ko'rasizlar, mehribonlar, shuning uchun yig'laysizlar. Xursandchilik yoshlari, ha? Sog' bo'linglar. Dilbek maktabga boryapsizmi? Ha. Nechinchi sinf? 3. Yaxshi o'qiyapsizmi? Ha. Hozir 3-sinfga o'tdingiz, Ha. a? O'qishlar yaxshi? Hozir ball sistemaga o'tgan, yaxshi ball olyapsiz. Necha olyapsiz? Yaxshi-ku, 15 hisoblanadi. Ha. 9 ham oldingizmi? 8 ham oldingizmi? 7 ham oldingizmi? 6 oldingizmi? Yo'q. Ha, sog' bo'linglar. Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Traktorchi. Traktorchi kim bo'lgansiz? Traktorchi bo'lasiz. Vom. Ha, bobojoningiz traktorchi bo'lganlar, kasblarini davom ettirasiz. Traktorchi kasbi eng yaxshi kasb hisoblanadi, bilasizmi? Bizani xalqimizni dehqonchiligi, mo'l-ko'l bo'lishi, hamma hosil yaxshi bo'lishi traktorchilarga bog'liq, sizning qo'lingizda, xo'pmi? Sog' bo'ling, niyatlaringizga yetib yuring, ha? Otajon tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ilohim baxtimizga sog' salomat bo'ling. Ilohim yuzlarga kirib yuring. Shaydoxon bugun Firdavsjon qatnashmadilar. Uyaldilar. Aha. Ular nomidan ham tabriklaysizmi? Yo'q. Tabriklamaysizmi? Firdavs nomlaridan tabriklamaysizmi? Firdavs akangiz, ha, ayting. Akamni, dadajonimni nomlaridan tabriklayman deng. Akamni dadamdan Nomlaridan. nomlaridan tabriklayman. Sog' bo'ling, ha, yaxshi niyatlaringizga yetib yuring, ha. Yigitlar yaxshimisizlar? Ha. Tabriklaysizlarmi sizlar ham? Tabriklang. Otajon sizni yaxshi ko'raman. Baxtimizga sog' bo'ling. 100 yoshlarga kiring. Hozirgi balla o'qiydi. Otajon sizni yaxshi ko'raman. 100 yoshlarga kirib yuring. Baxtimga sog' bo'ling. Yigitlar bu kim? Yahyo Bek mana. Yahyo Bek ham tabriklaydimi?
Ochajon tabriklayman deydi. Otajon tabletni yuzlarda keling. Baxtli bo'ling. Hammalaring ochajonni yaxshi ko'rasizlar? Nimaga yaxshi ko'rasizlar? Zanjirchiligimizdan katta qilganlar, shuning uchun yaxshi ko'ramiz. Kichkinaliklaridan katta qilganlar, a? Tez kelasizlarmi? Ha. Shu yerdagilar hammalari yaxshi ko'rasizlar. Har narsalar olib keladilar sizlarga. Shuning uchun yaxshi ko'rasizlar. Ha. Har narsalar olib kelmasalar ham yaxshi ko'rasizlar. Ha. Sog' bo'linglar hammalaring, katta bo'linglar. Aya, mana farzandlarni, nabiralarni, hamma yaqinlaringizni mana shunday ulug' ayyom kuningizda tabriklarini, bir kutilmagan sovg'alarini qabul qilib oldingiz. Hayajonlaringiz qanday bo'ldi? Hozir darvozadan kirib kelishda endi bu yozuvlar bir o'zgacha tayyorgarlik ko'rishdi. Qanaqa hayajonda kirib keldingiz? Hayajonda, yomon hayajon bo'ldi. O'zimni nima qila olmadim. Rahmat. Shunchalik nima qilishganiga. Baxtimga hamisha sog' bo'lsin bilan. Senilarim mana. O'g'lim ham bittagina o'g'lim. Bosh og'rimasin, ko'zi tippmasin. Kelinim bilan baxtli bo'lsin. Sog' bo'lsin o'g'lim ham. Sog' bo'ling, sizlar hamma yaxshi niyatlarni bildiramiz. Hamisha farzand va nabiralarning rohatini ko'rib yuring. Bugun birinchi kim tabrikladi? Ertalabmi yoki kechami? Birinchi ertalab ikkita qizim tabrikladi. Ulardan oldin o'g'lim uyqudan turib o'g'lim tabrikladi. Kelinim bilan, keyin qizlarim, senilarim, senilarim, kelinlari, bugun tabrik, inilarim hammalari. Hamma yaqinlaringiz, Hamma yaqinlarim, ha. Xudoga shukr, hammalari bugungi kun telefon to'xtagani yo'q. Tabrik. Ayol kishini baxti nimada, aya? Ayol kishini baxti shu farzandlarni sog' salomatligi, oilani tinchligi, shu ayolning baxti deb o'ylayman. Farzand va nabiralar mana shunday ardoqlasa, nabiralarni ardoqlasa, tanjoni sog' bo'lsa, shular oilasi tinch bo'lsa, onaning nimasi shuda endi. Ilohim sog' bo'ling. Nimaga yig'ladingiz, aya? Endi men biladan kutmagandim. Kutilmagan sovg'a. Kutilmagan sovg'a. Ha, ko'ngli bo'shab, yumshab ketdi baribir. Ko'z yoshlar keladi-da, taassurotlarda. Sog' bo'ling, hamisha yaxshi niyatlarni bildiramiz. Meni barcha g'amimga qalqon, duo bilan qo'llaysiz hamon. Tan olaman chin qalbdan har on, sizdan o'zga do'stim yo'q ona. Boringizni tutib qo'limga, ko'z tikasiz mudom yo'limga. Yonimda siz har bir kunimda, sizdan o'zga do'stim yo'q ona. Yagonasan deysiz chiroyda, izlamaysiz mendan hech foyda. Tan olaman buni har joyda, sizdan o'zga do'stim yo'q ona deyishgan farzandlar nomlaridan qabul qilasiz. Ilohim sog' bo'ling, hech ham yig'lamang. Yig'lasangiz ham mana shunday hamisha xursandchilikda yig'lab yuring. Hamma yaqinlaringiz, yana bir bora oila a'zolaringiz, farzandlar, nabiralar, jigarlaringiz qolaversa, mehr ko'rsatuv ijodiy jamoasi nomidan ham alohida niyatlar bilan tabriklayman. Sog' bo'lib, nabiralaringizni orzu-havaslarini ko'rib yuring. Sizlarga rahmat. Sog' bo'ling. Jon baxtimizga sog' bo'ling, o'g'lingizni, qizlarni, hammamizni baxtimizga sog' salomat bo'lib, tanjoningiz sog' bo'lsin iloyim. Rahmat, sog' bo'ling. Xolajon, bundan qatorida siz ham sog' salomat bo'ling iloyim. Baxtimizga sog'. Jon, siz ham sog' bo'ling, salomat bo'ling baxtimizga.
Sizlarga rahmat. Quloqlaringizni Xola inglishing. Xolajon siz ham sog' bo'ling, salomat bo'ling iloyim. Yoshlarga iloyim. Rahmat. Shunchalik tashkil qilishganga bachalarim, o'g'lim, kelinim, ikkita qizim hamisha baxtimga sog' bo'lishsin. Mana qudomlar, katta jamlar, singllarim hammalari ko'cha qarisin. Baxtimga hamisha sog' bo'lishsin, bosh bo'lib yurishsin ilohimgina. Sizlar sog' bo'ling aya, yana bir bora hamma oila a'zolaringiz, farzand nabiralaringiz, yaqinlaringiz nomlaridan mehr ko'rsatuv ijodiy jamoasi nomidan alohida tabriklaymiz. Sizga o'xshagan onajonlarimizni har doim ardog'laymiz, sababi ham ota ham ona bo'lish juda ham qiyin. Shuning uchun hamma farzandlarni baxtiga sog' bo'linglar, ikkita quda nabiralar rohatini birgalashib ko'rib yuring. rahmat, mehr ko'rsating. Rahmat, ijodlaringga hamisha parvozlar tilaymiz. Hamisha ijodlaring gullab yashnaversin. Mana shunday nimalaring ko'payishaversin. Rahmat. O'zlaringiz sog' bo'ling. Azizlar, biz bugungi ko'rsatuvimiz orqali mana shunday chiroyli bir o'zgacha bir hayajon bilan bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni Matlubaxon ayamizni barcha farzandlari, nabiralari, kuyovlari, kelinlari Gulsanam, o'g'illari Farruxjon, Shirin Shakar nabiralari nomidan chiroyli niyatlar, samimiy istaklar bilan tabrikladik. Mayli tog'lar nurab ketsa ham, yo dard kelsa qilarman toqat. Nolimayman nedir bo'lsa ham, onam ko'z yosh to'kmasin faqat. Yulduzlarin yashirsin osmon, hidlarini qizg'onsin rayhon. O'tinchim shulik ikki jahon, onam ko'z yosh to'kmasin faqat. Bizni Mo'nis, Mehri daryo onajonlarimiz ko'z yosh to'ksalar ham, mana shunday xursandchilik bilan ko'z yosh to'ksinlar. Ular hamisha farzand va nabiralarni ardog'ida, ularni baxtiyu kamolini ko'rishda yashayversinlar. Matlubaxon ayani nafaqat oila a'zolari, farzand va nabiralar, balki mehr ko'rsatuvi ijodiy jamoasi nomidan samimiy tabriklaymiz. Mana shu xonadonlarga fayz, farzandlar qalbiga huzur, halovat, quvonch bag'ishlaymiz.